Demak, fizika darsini boshlaymiz. O'rtoqlar, men bugun aytadigan faktlar hech qayerda eshitmagansizlar. Hech qayerda. Bu originallarini mendan eshitasizlar. Kim biladi? Birinchi savol. Hurmatli o'quvchilar. Yer tortish qonunini kim topgan? Newton. Qanday? Olma tushgan? Hech qanaqa. O'sha maktabdagi o'qituvchingizga aytasiz bor. Tushundingizmi? Newton bitta olma bilan yer tortish qonunini aniqlab bo'lar ekan. U olma, o Apple'ga aloqador. Tushundingizmi? Uni ham akasi qo'ygan uni ham. Borib bitta tishlab qo'ysa, mana jinni uni Apple qilib chiqarib yuboribdi. Mana yarim takki bo'lak cho'mtagimda turibdi. Qaranglar, bilmasalaringiz bilib olinglar, daftar ruchkalar yozinglar. Yer tortish qonunini Newtonga umuman aloqasi yo'q. Uni o'zbeklar o'ylab topgan. Ikkita aka-uka yer tortishib qolgan. Uni qonuniy hal qilish uchun notariusga borishgan. Notariusda Newton ishlayotgan bo'lgan. Ana yer tortishayotganini qonuniy hal qilib bergani uchun Newton qonuni deyiladi. Kelishdiga to'g'ri bo'lsa qarshi. Bu to'g'risi bu. Sizlar ishonmanglar.